Navoiy va Buxoro viloyat prokuraturasi hamda Navoiy va Buxoro viloyat IIBsi qonun ustuvorligini ta'minlayaptimi yoki Oltin kon MChJ manfaatlariga xizmat qilyaptimi? Tezkor yangiliklar tahririyatiga Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi Bog'i Afzal Chordara MChJ, Bibars MChJ, Adilbek Abdullah Shopdor MChJning ishonchli vakillari hamda 11 nafar fuqaro tomonidan navbatdagi murojaat kelib tushdi. Bugungi murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovnaga, O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori Nigmatilla Yo'ldoshevga, Navoiy viloyat prokuroriga, Navoiy viloyat IIB boshlig'iga, Buxoro viloyat prokuroriga, Buxoro viloyat IIB boshlig'iga murojaat. Ushbu murojaatni nazoratga olib, amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Murojaatda aytilishicha, ushbu korxonalar Buxoro viloyati hamda Navoiy viloyati hududiy yaylov xo'jaliklari boshqarmalari bilan tuzilgan shartnomalar asosida qonuniy tartibda 10 yil muddatga jami 5254 ming gektar yaylov yer maydonni ijaraga olgan va egalik huquqlari davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Shundan keyin Oltin kon MChJ direktori Ivanov Ivan Aleksandrovichning ichki xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari UT mazkur yerlarning Oltin kon MChJga tegishli ekanini iddao qilib, ayrim huquqni muhofaza qilguvchi organlar xodimlari ishtirokida jiddiy nizolarning kelib chiqishiga zamin yaratgan. Shuningdek, Oltin kon MChJ xodimlari va ayrim huquqni muhofaza qilguvchi organlar xodimlari Bog'i Chordara MChJ, Bibars MChJ, Adilbek Abdullah Shopdor MChJlarning ichki xo'jalik faoliyatiga aralashib, ularning tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilib kelgan. Da'volarga ko'ra, Oltin kon MChJ direktori Ivanov Ivan Aleksandrovich, ichki xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari UT ko'rsatmalariga asosan Oltin kon MChJ xodimlari Avaz Bobojonov, Navoiy viloyati IIB huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimlari, Ko'nemex tuman IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Raimqulov Otaxon, tezkor vakillar Hazratov Jonibek Komiljon o'g'li va Davronov Muhammad, shuningdek Shofirkon tuman IIB xodimlari Rustamov Rustam hamda Hamroyev Dilshod qo'riqlovga olingan hududga ruxsatsiz kirgani, ishchilarga nisbatan jismoniy va ruhiy ta'ziq o'tkazgani, sovuq qurollar ishlatgani va ayrim fuqarolarga tan jarohati yetkazgani aytilgan. Murojaatda shuningdek 2016-yil 14-iyul kuni quduq qazish ishlarini olib borayotgan 11 nafar ishchiga kuch ishlatgani, ish qurollari va qazilgan qumlar hujjatlashtirilmasdan olib ketilgan. Ko'nemex tuman IIBga olib borilgan qumlar o'sha vaqtning o'zida Oltin kon MChJ bazasiga qaytarib yuborilgani, ishchilarning tushuntirish xatlari bosim ostida yozdirilgani hamda bir-biridan advokat xizmati uchun 412 ming murojaat muallifining bildirishicha, voqealar oldin mazkur korxonalar o'z obyektlarining qonuniy himoya qilish maqsadida Buxoro viloyat IIB huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi bilan qo'riqlash shartnomalarini ham tuzgan. Tahririyat voqeaga bir tomonlama yondashmaslik maqsadida Ko'nemex tuman IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili Hazratov Jonibek Komiljon o'g'li bilan telefon orqali bog'landi. U murojaatda keltirilgan iddaolarni rad etib, ishchilarga nisbatan hech qanday bosim yoki ta'ziq o'tkazmaganini ma'lum qildi. Shuningdek, Buxoro viloyat IIB huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimi Muhammad Said bilan telefon orqali suhbatlashilganda, uning ma'lum qilinishicha, Shofirkon tuman IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Rustamov Rustam davlat raqam belgisi o'rnatilmagan Captiva rusumli avtomashinada qo'riqlanayotgan obyektga kelgan. Shuningdek, u qo'riqlash xizmati xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan qo'riqlanayotgan obyekt hududiga ruxsatsiz kirgani bildirildi. Ayni vaqtda quyidagi savollar ochiq qolmoqda. Davlat ro'yxatidan o'tgan yer maydonlarda boshqa tashkilot vakillari qaysi huquqiy asos bilan harakat qilgan? Oltin kon MChJ ushbu yerlarga nisbatan qanday huquqiy hujjatlarga ega? Qo'riqlanadigan obyekt yaxlitligini buzgan Oltin kon MChJ xodimlari Navoiy viloyat IIB huzuridagi qo'riqlash xodimlari kaska va maskada bo'lgan. Ko'nemex tuman IIB va Shofirkon tuman IIB xodimlarining xatti-harakatlariga huquqiy baho berilganmi? Tan jarohati olgan aytilgan shaxslarga sud tibbiy ekspertiza tayinlanganmi? 11 nafar ishchidan advokat xizmati uchun mablag' olingan haqidagi da'volar tekshirilganmi? Prokuratura tomonidan ushbu murojaat yuzasidan qonuniy protsessual qaror qabul qilinganmi? Murojaat mualliflari mazkur holatlarni mahalliy idoralar emas, balki
balki respublika darajada tuziladigan mustaqil ishchi guruh tomonidan o'rganilishi so'ralgan. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar murojaat muallifining da'volariga asoslangan. Mazkur holatlarga huquqiy baho berish vakolatli davlat organlariga kiradi. Tezkor yangiliklar tahriyati Navoiy viloyat prokuraturasi Navoiy viloyat IIB, Buxoro viloyat prokuraturasi Buxoro viloyat IIB hamda Oltinkon MCHning rasmiy munosabatini e'lon qilishga tayyor. Biz 2026-yil 14-iyul kuni Konumex tumani Tavshan massivida quduq qazish maqsadida borgan edik. Shunda biz ishlab turgan vaqtimizda qo'riqlash xizmati, Konumex qo'riqlash xizmati qo'riqchilari hamda ichki ishlar xodimlari kelib, biz ishlab turgan joyimizga bostirib kirishdi. Shundan keyin bizdan nima ish qilayotganimizni so'rashdi. Biz ularga quduq qaziyotganimizni bildirdik. Va ular shundan keyin biz ishlab turgan quduqdagi qumlarni majburan xaltalarga soldirib, o'zlari majburan xaltalarga soldirib, quduq ichidan tashqariga chiqartirdi. Shundan keyin manipulyator mashinasiga yuklatishdi majburan. Undan oldin esa biz quduq ichidan chiqayotgan vaqtimizda bizlarni qo'ldagi rezina tayoq bilan urishdi. Kim urdi? Bir necha bor. Maskadagi shaxslar vaqti ko'rinmagan, biz ismini ham bilmaymiz, hech qanday o'zini tanishtirmagan. Keyin biz yuklarni tashqariga chiqardik va shundan keyin bizlarni avtomashinaga yuklashga majbur qilishdi. Oltinkon qo'riqlash xizmati avtomashinasiga yukladik. Voyaga yetmaganlarni ham majburan, voyaga yetmagan shaxslarni ham majburan ishlatdi. Cho'kkalatib qo'yishdi qolgan odamlarni. Qolgan barchani umuman yurishga yoki savol javobga ruxsat bermasdan bir chetga hammani tizzalatib o'tirtirib qo'yishdi. Keyin yuklarni yuklaganimizdan keyin bizni barchamizni Oltinkon vaqtavoy mashinasiga mindirib, Konumex tumani ichki ishlar binosiga olib bordilar. U yerga borganimizdan keyin bizlarni so'roq qilish jarayonida o'zlari bilgancha kompyuterda nimalarnidir to'ldirib, bizlarga imzolatishga majbur qildilar va o'zlari aytib turgan nimalarnidir yozdirib, qo'l qo'ydirdilar. Bosim orqali qo'l qo'ydirishdi. Shundan keyin biz tanimagan advokatni chaqirtirib, bizni unga 412 ming so'mdan pul to'lashga majbur qildi. Advokat kelib, huquqlarimizni tushuntirdi va 412 ming so'mdan pul o'tkazib berishimizni so'radi. Biz yonimizda pulimiz yo'qligini aytib o'tdik. Agar jarima haqiqatan qonuniy bo'ladigan bo'lsa, bizga yozib bering. Biz uyimizga borgandan keyin bank orqali to'laymiz deganga, yo'q, bu yerda hech qanaqa bank yo'q, faqat plastik kartaga tashlab berasan deb do'q-po'pisa qilib va yana uyatli so'zlar bilan so'kdi. Xo'p, lekin advokat xizmatni ko'rsatdimi sizlarga? Advokat bizga hech qanaqa xizmat ko'rsatgani yo'q. Sizlar necha kishi to'ladingizlar? 11 kishini hamma kishi 412 ming so'mdan to'ladik. Donibek va Muhammad ismli ichki ishlar xodimlari to'lashimizga majbur qildi. Agar biza to'lamasak 3 sutkagacha saqlab turishga haqqim bor deb po'pisa qilishdi. Qo'pol muomalada bo'lib, uyatli so'zlar bilan so'kishdi. Ko'chaga chiqadigan vaqtimiz bir kunjakka turib, chiqadigan odamni dubunka bilan xohlagan joyiga urdi. Bir necha marotaba. Keyin ko'chaga chiqqanimizdan bizani cho'kkalatib, aramizda ochiq-ochiq qilib qo'ydi. Biron kishi bir-birimdan gaplashmashi kerak. Aytibdi, u boshimizga yana mana Milliy gvardiya turibdi, qo'riqlash turibdi, maskaliklar turibdi, gapirsangiz o'zi uradi o'rga. Shu yoningizga turibdi, har bitta yoniga bittadan unon. Keyin biz uni aytdikki, buni dedi bitta dedi, hozir ichkariga kirasanlar dedi, xaltalaysanlar dedi. Keyin dedi, olib chiqib mashinaga yuklaysanlar dedi. Tidayu boqib bitta bizani chaqirishdi-dayu, u yoqqa o'zini bosim qilib, mana biz nima desak, ha deb turasanlar deydi, mana tamom. Bosim qilibdi-da, shunday bizga gapirishga qo'ymaydi ham. Biz nima desak, ha deysanlar, yozib bo'ldi bular. Yozib bo'lgandan keyin advokat kelib qoldi. Qaytib yana advokat kelgandan keyin tushuntirishdi nimandir. Mana shunday deysanlar, bizga kerak emas. Advokat ana shunaqa so'zlarni gapirdi. Keyin qaytib bir boshdan kirdik biz. Advokat o'tirdi. Advokat kirgandan keyin aytibdi-ku, undan oldin aytibdi-ku, qachon pulni to'laysanlar 412 mingdan, keyin bu yerdan chiqasanlar. Bo'lmasa 3 sutkagacha meni haqqim bor.
Kim aytgan? ushlab turishga. Ana shu Jonibek degan bola ana bu ichki ishlarni qidiruv nimasidanmi? Shunaqada Jonibek degan balada shu nimani bizga bosimni shu qilibdi asosiy bosimni shu qildi. Pulni to'laysalar, keyin ketasalar. Biz to'lamaymiz, bizga pul yo'q. Biz o'zi ishlashga borganmiz, 300 ming so'm, 400 ming so'm pul olamiz biz ishlaganimiz uchun. Yo'q dedi. Salla dedi, qachon to'laysan, keyin chiqasan bu yerdan. Shunga qaramasdan keyin biz to'lamadik, 1 soat, 2 soat to'lamadik bu narsani. Keyin уже bu qo'pol shu aytibdi, oldindan kirganimizda advokat o'tiribdi, men deyapti, hozir deyapti, aytgan gapimni aytasanlar deyapti. Уже bizga tushuntiryapti-yu, u qana advokatni u yoqdan u kamerani yo'qotdi-yu, boshlang deyapti. Kamerani yo'qing deyapti, u boshlayapti. U aytgan gapni biz aytamiz unga. Mana sallaga voyish muhtojlik joyim yo'qmi advokatga? Yo'q degan gapni u endi bizga tushuntirgan u narsani. Shunaqa keyin ana moliyaviy nima yo'qmi, xo'sh. Ehtiyoj yo'qmi degan so'zga yo'q deb aytishimiz kerak biz u yerga. Xo'sh, yana qanaqa gapni aytdi u yerga? Shunaqa bir necha gaplarni aytdi, faqat o'sha gapni biz o'shani bosimi orqali bo'lgan gaplarni unga aytishimiz kerak. Agar deyapti, "Sizlar men aytgan gapni gapirmasalaring, men keyin sizlardan qaytib shug'ullanaman" deb nima qilyapti-da, qo'liga mana bunday bitta tazyiq o'tkazibdi, mana qo'liga lilinka ushlagani, bunday ko'rsatib nima qilyapti. Agar sal nima qilsangiz yugurib turadi joydan. Shu araga bo'lgandan keyin gapiribdi, bizga podpis qo'ydiryapti. Ma biz shu gapni aytganimizdan keyin podpis qo'ydiryapti. Uni o'qishga imkoniyat bermaydi bizga. Shuni ular chappa qilib qo'yadi. Hammasi tayyor narsa o'ra. Bitta narsa yozilgan, hamma faqat ismi familiyasi almashtiryapti. Aytgan balla bu mana bir ikkita mana balla aytdi, masalan, bizga qog'oz bo'yicha, dokument bo'yicha biz ishlayapmiz. Biz oddiy ishchi biz hech qanaqa nima dokumenti bor, mana rahbarlarni ham deb quduq qazish bo'yicha bor deb aytdingizlar. Lekin shunga qaramay yana bosim, faqat ularni fikri bo'lishi kerak, ularni gapi yozilishi kerak u yerda. Bizga bizani o'zimizning nimamiz yo'q o'ra. Hujjatga ham, quduqda ham hech qanaqa ishlaring bo'lmasin. Mana bu qog'ozga qo'y, aytib turgan narsalarimni yoz. Faqat aytilgan ishni bajar, tamom sallar. O'qitadi yoki bizdan hujjat so'raydi. Boshliqlaring, sen mana aytgan ishimni qil, qolganini boshliqlaring bilan gaplashib olaman o'zim deb yozdirib. Bizga aytmadi-da, mana quduq qozishga kelgan bo'lsang, qani hujjatni berib olib kel, men o'limga ko'rsatman, keyin seni chiqaraman demayapti. Keyin yo'q debsanlar, boshqa masala bo'yicha kelgansanlar, bera oltin gavlashga kelgansanlar, qumga kelgansanlar deb majburlab yozdirib. Bo'lmasa biz birinchi marta boramiz u yerga oltini nima uni biza maqsad borgan vaqtda shu nima deydi, quylarni qamash uchun u yerga sharoit yasalgan ekan, shu ichkarisidan shu bir kunjaydan quduq qozish maqsadiga joy ko'rsatilgan, o'sha yerdan quduq qozdik biz suv chiqarish maqsadiga. Endi u o'sha maqsadga borilgan, biz ishladik. Biz shu maqsadga borib ishladik biz. Oltinkon MTJ xodimlari hamda Ko'nimix tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari va Moskvadagi xodimlar bizlarga noqonuniy qilgan xatti-harakatlari uchun hamda bizga yetkazgan tan jarohatlari uchun biz Shofirkon tuman prokuraturasiga yozma murojaat qildik va bu murojaatimizda bizga yetkazgan tan jarohatlari uchun sud ekspertizasidan o'tishimiz uchun ruxsat so'radik va berilgan ruxsatnomaga ko'ra biz sud tibbiy ekspertizasidan o'tdik. Mana shu bo'lib o'tgan ishlarga nisbatan Oltinkon MTJ hamda Ko'nimix tumani ichki ishlar xodimlari va Moskvadagi shaxslarga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman.